Litsenziyalangan firmada umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel'da narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Hikmat Travel'da ofisiga Abdug'offor aka oldilariga yetib kelganmiz. Sizlarga ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Aytib o'tganimdek, o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyada umra safariga borishlari mumkin. 14 kunlik umra safarining narxlari qanaqa bo'lyapti, sharoitlari qanaqa deganlar uchun sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, xudo xolasa obunachilarimizga shart-sharoitlarini tushuntirib bersangiz, narxlarini, to'lov masalalarini tushuntirib bersangiz aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, birinchi sanalardan boshlaymiz. Iyulning oxiri va avgustning boshiga chislovlarimiz chiqdi, reyslarimiz qo'yildi, xudo xolasa. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha 29-30 iyul kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $900 qilib beramiz. $900. Toshkent Madina 29 va 30 iyul kunlari $900. Xo'p, 5-6 avgustga Toshkent Madinamizning reysimiz narxi $930. Bemalol aloqaga chiqib joylaring, bron qilsalaring bo'laveradi. Biz vodiydan bormoqchimiz deydiganlar uchun Namangan Madina reyslarimiz bor. 29-iyul va 5-avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Farg'ona Madina 30-iyul va 6-avgust kuni reyslarimiz bor. Buni ham narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Xohlaganlar vodiydan ketsin, xohlaganlar Toshkentdan ketsin. O'zlariga qulay bo'lgan joydan xudo xolasa ketsa bo'laman. Namangandan reyslar bor, Farg'onadan bor, Toshkentdan reyslar bor. O'zlariga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, shundan ketishlari mumkin. Endi mana aka, narxlarni aytib o'tdik, qachonga reyslar borligini aytib o'tdik. To'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, to'lov masalalarimiz xohlasa ofisimizga kelib to'lov qilsin, xohlasa onlayn joylarni bron qilsa ham bo'laveradi. Telefon qilsa qanday qilib onlayn joylarni bron qilishni ham tushuntirib beramiz. Ofislarimiz esa respublika bo'yicha 3 ta viloyatimizda bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Bemalol kelib joylarni bron qilib, rasmiy kassalarimizga to'lov qilsa ham bo'laveradi. Onlayn joylarni bron qiluvchilar uchun o'sha murojaat qilishsa, rasmiy hisob raqamlar beramiz, bank orqali to'lovlarni qilib, kvitansiyalarni olib aeroportga borib, uchib ketsa bo'laveradi. Demak, bu degani 12 ta viloyat aloqaga chiqsa bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsa, o'zimiz tushuntirib beramiz. Yana ma'lumotlar beriladi. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, javob olishlari mumkin bo'ladi. Endi aka, sharoitlarimizni tushuntirib bersangiz. Xo'p, shart-sharoitlarimiz xudo xolasa Madina Munavvarada 200-300 metrga sinchamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'shaga sinchamizga tushadi. Lekin avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 50 bosh xizmati, 50 boshimiz aeroportdan iloji boricha billa borib, billa kelishadi. Agar mabodo billa ketishmasa, Madina aeroportida kutib olishadi, xudo xolasa. Batdan yo'l boshchi olib ketadi inshaalloh. Xo'p, undan tashqari aeroportda kamzil, somka, bejik beriladi. Keyin qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi. Har bitta odamga 5 litr. Har bitta odamga. Xudo xolasa tushunmagan savollaring bo'lib qolsa, yana mana shu nomer o'zimniki, ismim Abdug'offor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. O'zimiz ilmimiz boricha, o'zimiz bilganimizcha xudo xolasa sizlarga ma'lumot beramiz inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqib, joylarni bron qilib, biz bilan birga umraga boringlar, xudo xolasa. Hikmat Travel orqali umra safariga borishlari mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysizlar. Bu videoda umra safariga bormoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yishlari mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha